Bavi dedim, mana direktim negativligi to'lib ketdi. Bo'lmagan gap, bir tiyinga qimmat, dog'larni ketkazmaydi. Yangi futbolkani bizga eskitib ko'rsatasiz. Qizlar, sizlar Bavini to'g'ri ishlatolmagan bo'lsanglar yoki poddelkasini olib qo'ygan bo'lsanglar, bu ayb Bavida degani emas. Har doim yaxshi narsani poddelkasi bo'ladi. Mana men sizlarga Bavini to'g'ri ishlatishni ko'rsataman. Dog' bo'lib ketgan yoki rangi bir-biriga o'tib ketgan kiyimingizni olib, ustidan bitta pachka Bavi solasiz. Uni ustidan qaynab, bilqillab turgan suvni qo'yganingizda ko'pirib reaksiyaga kirishsa, tabriklayman, siz to'g'ri ishlatgan bo'lasiz. Suvni solganingizdan keyin u kamida 2 soat ivishi kerak. Ivib bo'lgandan keyin xohlasangiz muzdek suvda yaxshilab chayib ilib qo'ying. Xohlasangiz menga o'xshab kirmishni sovaring. Men Bavidan boshqa hech nima solmadim. Rezultatini bo'lsa o'zingiz ko'rib turibsiz. Rangi bezarib ketgan oq futbolkam oppoqqina yengidek bo'lib chiqdi. Bavi meni har doimgidek ishonchimni oqladi. Men qo'llagan usulda sizlar ham sinab ko'ringlar. Ish beradi.